zıçlıkına bağlı. Yine şurada, demek bir de suvimizin zıçlığı bununkinden katta olsa demek su pastda duradi. Kema yuqorida bo'ladi. Suvda yengil bo'lgani uchun kemani demak suvning zichligi og'ir bo'lgani uchun bundan demak kemalar yuqori. Endi sizlar o'ylashlaringiz mumkin, ustoz, kema og'ir narsa, bu cho'kishi kerak-ku deb. Yo'q, kemani qaysidir bir qismida bog'liq havo qatlami bor. Ana shu havo qatlami suvning zichligidan yengil bo'lgani uchun